Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir bitta challenge o'tkazamiz. Bir tomonda 1,5 litrlik suv, bir tomonda 1 litrlik suv. Mana shu Mustafa bilan Farhod birovi boshidan boshlab olib kelib to'ldirib boshlaydi, birovi pastdan jo'g'ariga qarab olib kelib to'ldirib boshlaydi. Qani hozir kim oldin to'ldirsa, o'rtada mukofot bitta top va 50 somon pul. Hozir tomosha qilasizlar. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Tayyorsanlarmi? 1 2 Başlasam bo'ladi ya. 3 ketdik. Töre gezib, tolka töre gezsang sap. Töre gezsanglar sap. Ana shunday töre gezdim. Töre gezsanglar sap. İki tomonda ham 10 tadan. İki tomonda ham 10 tadan bir xil razmerda. İki tomonda ham 10 tadan. Mana hozir ko'rdingizlar, g'olibimiz Farhod bo'ldi. Hazır Farhodcan'ga mana top atarka Farhod ve 50 somon pulan beraman hazır. Video davomida qo'yib jatishimiz shart emas, hozir uyga borib beraman. Tabrik. Bundan zo'r challenge'lar o'tkazamiz. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, obязательно birdan like bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.